Hey, nima o? Qo'par nondan. Nima ekan? Sen o'lishgan akşam malatdan yemeler chiqib, bir kecha kirmading. Ha, bo'pti deb gapirsam 8 ming qo'yni birini qashlabsan ya. Daha numus qilmay aytganda 3 tona muzdakka kiribsan. Hey, 8 ming qo'yguchi, muzdakning zotini ko'chirib akay bo'ldi bu yerga. Mayada da Shiyu Chongqing Tunjingmi deb turdi. Bu jondan akib berib, boshqa qilib berayman. Aşağıda set qizlar tutqulini tutqizib yurdigina, sen bir nima uchun zot o'shalmaysan. Hey qizim, men ikkiga gap qilay. Ba'zan ishni shu tiytakni uqmay turiblam. Kishiga undaq baqama. Qizim, ba'zan chaqda chiroyli gap tushuntirishni anglashning hech qanday hojati yo'q. Putqolni ishlatishga to'g'ri kelganda cho'qimani ishlatish kerak. Sen? Xotin, bo'ldi. Bu apam dadamning oldida biz so'qishib, urushib shuncha. Mana hujraga kirib teshib chiqadi. Yo'q. Men bacho bugun shu apam dadamning oldida deyman. Ya qara bu apam dadamning oldida deganim bilan ya bu bizning uy bo'lmasa, ya biz uyga berib deyishlar bu ne mana bu. Mata! To'g'ri? Bu bizning uy bo'lmasa? Men buni hojatxonadan tepag'an. Apa, ba'zan vaqtida gap tushuntirishni anglab, chiroyli gapning faqatlam foydasi yo'q. Qo'l putni ishlatadigan yerda ishlatish kerak. Aldın kuni kechda do'stimning uyiga berib qo'nib kelaman deb ketgandim. Putingizni yuzda attınız. 8 ming koy qashladingiz. 8 ming koyni kirib qopda.